Assalomu alaykum. Furqat Aslcharimdan yangi model. Bizda o'zimizda eski model bor edi. Internetda amerikanskiy kashilok deb mashhur bo'lib ketgan edi. Shuni ozgina takomillashtirdik va unga nom berdik. Yota deb nom berdik. Yota degani bu yunon alifbosidagi oddiy bitta harf. Ya'ni i harfiga to'g'ri keladi. Bizdagi harflarga Yota deb aytilar ekan. Ma'nosi kichkina degan ma'noni bildiradi. Bu qora rangi Yotani, Yota 1 modelini qora rangi, orqasida cho'ntak bor, oldi tarafi, choklariga ahamiyat berasizlar. Xo'p, ochganda bizda avval cho'ntak bo'lardi, hozir cho'ntakni yopib o'rniga mana bunday holatga keltirdik. Bu yerda hozir mana karta solinadi bu yerga. Nafaqat karta, ko'proq karta sig'adi. Bir 5 ta, 6 ta, 7 tagacha karta sig'oradi bu yerga, solinadi. Mana soldim. Ko'proq karta. Kichkinaroq kalitlar bo'lsa, kalitlar solib qo'ysa ham bo'ladi, tanga solib qo'ysa ham bo'ladi, tushib qolmaydi. Yopamiz. Yopganimizda mana bunday holatga keladi. Xo'p, bu yeri endi eski holatdagidek karta solinadi, bir dona solindi va tepa qismida ham karta soladigan joyi bor. Mana solindi karta. Orqa tarafda ham karta soladigan joyi bor. Bunga solib qo'yilgan nima? Hoppa, soldik. Hop, endi mana pul solamiz. Pullarni har doimgidek o'zimizni eski joyga joylashtiramiz. Har safar takrorlab aytaman, pulni solayotganda mana bu qirg'og'iga qadab turib, keyin solmanglar. Ham pulni burchagini o'ldiradi, ham yopganda bukilganda boshqa joydan sinadi pul. Va pul xunuk bo'lib, turilib boshqa bo'ladi. Solish qoidasi bo'yicha mana yengil plastikda tugagan joyi, agar plastik bo'lmasa mana burchak tutdi, mana shu burchak ro'parasidan mana ondan ham so'radi orientirdi. Olib mana shu o'rtasiga olinadi, qo'yiladi. Bo'ldi mana. Akkuratni turadi mana. Yonboshdan ko'rganda ham akkuratni turadi. Va pulni sanab shu yerdan to'lovlarni qilib, bemalol yana joyiga shuni qatirib, solib, xohlasa mana tepadagi kartani foydalansa bo'ladi. Pul tikka turgan taqdirda ham kartalarni olishga xalaqit bermaydi. Har ikkala karta ko'rinib turadi ochganda. Yana takror eslataman, bu yerda ham kartalarimiz bor, esimizdan chiqib qolmasin. Kartamiz ko'p degan odamlarga juda qulay narsa bo'ldi. Shu kartmonda o'ziga 10 ta kartani joylashtirib olsa bo'ladi, bemalol. Endi yopganimizda mana yopamiz. Yopganda juda ham kompaktni, akkuratni, chiroylik, sifatlik, самое главное sifatlik, naturalniy ko'rsadan tikilgan Yota 1 modelimiz, kartmonimiz. Kimdir kartmon deydi. Bizda Andijonda kartmon deyshadi buni. Toshkentda hamyon deyshar ekan. Kartmon, hamyon, Yota 1 modeli xullas. Chekalarga ahamiyat berasizlar, mana kuydirilgan. Biz har bir modelimizga alohida kuydirib, alohida ishlov beramiz. Mana choklari. Ko'rsataman, reklama ketdimi? Reklamani boshladik unda.